O'zbekiston va dunyodagi bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar bizning Dunyo yangiliklari YouTube kanalimizda. Bugun dasturimizda Zelenskiy qayerda xato qildi? Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hokimiyatga kelganida xalq undan katta umid qilgandi. U korrupsiyani kamaytirish, tinchlikka erishish va iqtisodiy islohotlarni tezlashtirishni va'da qilgan edi. Ammo vaqt o'tishi bilan siyosiy maydon uzra qora bulutlar to'plana boshladi. Buning sababiga bir nechta omillar kiradi. Birinchidan, urushning cho'zilishi Zelenskiy obro'siga jiddiy zarba bo'ldi. Bosqinning dastlabki yillarida u xalqni birlashtirishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan frontdagi og'irlik, yo'qotishlar va iqtisodiy bosim ijtimoiy norozilikni kuchaytirdi. Tinchlikka tez erishish va'dasi esa bajarilmasdan qoldi. Ikkinchi omil ichki siyosiy raqobat va korrupsiya mojarolari. Hokimiyat ichidagi ayrim amaldorlarning korrupsiyada ayblanishi Zelenskiyni ham tanqid ostida qoldirdi. Xususan, harbiy xaridlar va davlat mablag'larining maqsadsiz sarflanishi haqidagi janjallar prezident jamoasining imijiga putur yetkazdi. Zelenskiy ba'zan ortiqcha keskinlik bilan raqiblarini chetga surayotgani uchun ham demokratik tamoyillardan uzoqlashishda ayblanmoqda. Uchinchi xato xalq bilan muloqotdagi uzilishlar. Dastlab ochiq va ommabop lider sifatida ko'ringan Zelenskiy vaqt o'tishi bilan tanqidlarni qabul qilishni qiyinlashtirib, qarorlarni tor doirada qabul qilishni odat qildi. Bu esa jamiyatda ishonchning pasayishiga sabab bo'ldi. Bugun Zelenskiy oldida asosiy vazifa urushdan charchagan xalqning ishonchini qayta tiklash, korrupsiyaga qarshi real natijalar ko'rsatish va siyosiy tizimni muvozanatga qaytarishdir. Aks holda uning atrofidagi qora bulutlar yanada quyuqlashib, siyosiy kelajagini xavf ostiga qo'yishi mumkin.